Kirma oshnamiz tokka tiqdik. Endi aylantirib ko'ramiz. Aylanyapti. To'xtatamiz. Keyingi eshityapsizlarmi? Ya'ni siqadigan aylanyapti. Eshikni ko'tarsam to'xtaydi. Yopaman. Aylanishni boshlaydi. Ya'ni bizda quritadigan tarafi ham ishlayapti. Endi bu tarafni slivga qo'yamiz. Slivga qo'ygan paytimizda mana orqasidan suv chiqishi kerak edi. Ya'ni mana suvlar ketishi kerak edi shlangadan slivga qo'yganimizda. Demak, buni aybi slivda bo'lyapti. Hozir slivni ko'rib chiqamiz. Mana slivga qo'yamiz. Klapni ochilyapti. Klapni ochilyapti. Ko'rasan? Klapni ochilyapti, lekin suv turib qolgan. Значит, bizada mana shu joyda narsalar turib qolgan, tiqilish bor. Buni tozalashni ko'rib chiqamiz. Buni tozalash uchun kirma oshnani yotqizamiz. Tog'dan sug'uramiz. Mana bu yerda ikkita bolt bor. Mana shu ikkita bolt yechiladi. Mana bu ikkita boltni yechdik. Endi aylantirib, mana boltlarni ham yechib chiqishimiz kerak. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta boltni yechib chiqamiz. Hamma boltni yechib chiqdik. Endi buni yotqizamiz. Yotqizsak bu ochiladi. 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 Keyin biz boya ikkita bolt yechganmiz, mana nasos. Nasos bu yoqqa chiqib keladi. Qaytaramiz. Bu nasos bu yoqqa tortib chiqib keladi. Chiqib keldi. 4 ta bolt yechamiz, nasos bizga ochiladi. Mana 4 ta bolt yechdik. Mana 4 ta bolt bu. 4 ta bolt yechdik, ochamiz. Mana ichida nima narsalar bor. Shuncha narsa bor, tiqilib qolgan. Ichida tanga ham bor, boshqasi ham bor, hidi ham bor. Hammasini chetga tashlab olamiz. Mana tanga. Endi buni turg'izishimiz kerak. 4 ta bolt olib qo'yamiz. Buni turg'izamiz. Endi mana klapni yechiladi. Klapni yechiladi, olamiz. Mana klapni suv turibdi. Suv ketishi kerak bu yoqqa qarab. Suvni oqizib olamiz, kir suv hammasi oqib ketdi. Bo'ldi. Yetmagan joyiga yana suv quyib yuboramiz butga. Tozalash uchun. Yotqizamiz. Bo'ldi. Bizda tozalab tashladik. Endigi masala nasosimiz. Mana shu nasos suvni ichkaridagi suvni qaytarib beradi, kir suvni qaytarib beradigan nasos mana shu bo'ladi. Chay yuboramiz. Buni ishlatib ko'rish kerak. Ishlatish uchun yana boramiz. Tokka tiqamiz. Tokka tiqamizda sushkani yoqamiz. Yoqdik.
qiyshiq turgan hisobiga bu ham aylanyapti. Yoki bo'lmasam slifni yoqamiz mana. Slif yoqqanimiz ham bu aylanishi kerak. To'xtab qolmayapti, yaxshi. Bo'ldi. Sho, endigi masalamiz nima? Tokdan sug'uramiz yana qaytadan. Tokdan sug'uramiz. Endigi masala shlangani almashtirish kerak. Shlangani almashtirish uchun mana uni bu yerga chiqaramiz. Chiqaramiz. Bu shlanga qanday almashadi? Mana shu joydan kliylab qo'yilgan. Mana shu joydan kliylab qo'yilgan. Kesib olib tashlaymiz. Shuna qilib kesib olib tashlanadi. Mana kesib olib tashladik. Mana buni bir tarafi. Buni chiqaramiz. Mana shu joydan tiqib chiqaramiz ichidan. Yematga tiqib qo'yamiz. Mana shlangani almashtirdik. Endi bu yog'iga nasos qotiramiz. Agar shlanganglari yaxshi chiqib ketadi deb qo'rqadigan bo'lsanglar, bitta xamut bilan siqib qo'yishinglar mumkin. Atak mana yaxshi joylashdi. Mana 4 ta boltni qotirdik. Klapni qotiramiz. Mana shuni qotirayotganda qaranglar, o'zingizlarga udobniy bo'lishi uchun mana shlanga chiqayotgan tarafiga to'g'ri bu mana amotka, transformator amotka bo'lishi kerak. Qiyshiq qotirib qo'ysanglar, bu yoqda keyin korpusga qotirishga qiynalasizlar. Mana bu yoq chiqadigan bu va o'ng qo'lingizda mana temir bo'lsin. Mana shunday qilib qotiringlar. Klapni qotirishni ham uje olasizlar. Hozir buni yuvib chayvoramiz ozgina. Mana shu nasos qotirib olaylik. Mana boyagi nasos ikkita boltga qotirdik, shlangani almashtirdik. Hozir klapni yuvamiz. Mana klapni yuvdik. Joyiga qo'yib qotirib qo'yamiz. Endi slifni burab tekshirib ko'ramiz. Ko'tarilmaydi. Ko'tarilyapti. Bo'ldi. Ishlayapti. Shlangalarimiz qayshib qolmagan, nasos ushlab turibdi. Mana bu shlangasi qotirilgan. Mana uzatgan ishimizni tekshirib ko'ramiz. Qo'yamiz. Tokka tiqamiz. Shlangani prямо yoqqa qizargan qilib qo'yamiz. Endigi etap boshladik. Aylanayapti. Slifga qo'yamiz. Ana sizlarga suv. Napor bilan chiqaryapti. Bugungi darsimiz tugadi. Sizlar bilan biz nima qildik? Klapni tozaladik, nasos tozaladik va shlangani almashtirdik. Xuddi nasos almashtirish ham xuddi shu etapda bo'ladi.